Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli podpisчиклар, qadrdonlar. Mana bugun yana sizlar uchun bitta video rolik 15-noyabrda olinyapti. O'rtoqlar, Anjelika slivasi haqida bo'ladi. Mana o'sha sliva 15-noyabrda turibdi. Mana holati zo'r. Mana eng kechki slivalarimizdan. O'rtoqlar, daraxtda turibdi. O'zi sal ertaroq terilardi. Ma'lum sabablarga ko'ra qolib ketdi. Mana daraxtlarda turibdi. O'rtoqlar, hali uzilgani yo'q. Ona tepada ham turibdi, mana cho'qqisida. Mana shu yerda turibdi, mana o'rtoqlar. Daraxt cho'qqisida. Juda ham daraxtda uzoq vaqt turadi, mazasi zo'r. Shirin o'rtoqlar. Bu Anjelika sorti bo'ladi o'rtoqlar. Mana shu orqasida ham mana ikkita turibdi. Juda ham bir zo'r mevalari. Hozir bittasini uzamiz mana o'rtoqlar. Mana qop-qora. Mana shu holatda. Mana mevasi hozir buni bitta tishlab ko'raman. Suvlik yaxshi. Mana shu holatda. Mana mazasi shirin. Bu sal tez suv ichishdi yaxshi ko'radi. Ko'proq suv bersanglar, suvli shirin bo'ladi. Sal sovuq yeyish kerak ekan bu sliva. O'shanda shirin bo'ladi. Mana o'rtoqlar, mevalar. Juda bir go'zal holatda. Mana orqadagi o'riklar baklari sarg'ayib, mana to'kilyapti. Bugun 15-noyabr. Mana shu holatda. Hozir ko'p edi, buni terib oldik. Qolganlari qopdi yana. Juda uzoq turadi, to'kilmaydi ekan. Mazasi zo'r. Suvni sal ko'proq bersanglar, boshida ichi oq bo'ladi, keyin sekin turgan sari qizarib sarg'ayib ketadi ekan. Mana e'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar.